Bonusga dominant 908 pul qo'ydik bu safar. Bonusni ham pulini moyni narxiga tiqib qo'ygan degan negativlar uchun ba'zi bir moylarni tanishtirib o'tamiz. Hamma moyni narxini aytamiz, vaqtimiz yetmaydi. Lukku moyli 5 ga 30 moylagan 135 ming, Castro 5 ga 30 100 ming so'm, Foster 10 ga 40 75 ming so'm, Miking 66 ming so'm, Hyundai 45 ming so'm, Kicks 10 ga 40 5 ga 30 56 ming so'm, Gazprom ko'rishingiz mumkin. Assortiment katta. Kimga qanaqa moy kerak bo'lsa, qanaqa mashina bo'lsa, direktga yozinglar, narxini aytamiz. Kelib almashtirib ketishlari mumkin. Xizmatlar bepul, bonuslarni olib ketishlari mumkin. Bonusga nima deganlar uchun? Bonusga dominant 908 pul qo'ydik bu safar. Sharchadan bir dona tortasiz, ichida 100 ta sovg'a bo'ladi. Har xil mayda uchida eng kattasi 908 pult va keyingisi Tesla monitor bo'ladi. Motorning moyi qaysiligi, narxi umuman qizig'i yo'q. Shuni yerda tortasiz, pulni yutib ketishingiz ehtimoli katta. Avtomat korobkalar va motor moylar temasi. Bunaqangi arzon narxlarda, bunaqangi bonuslar bilan hali O'zbekistonda bo'lmagan. Men hali ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lsalaring kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni yaqinda moy almashtirmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.